Mahallani obodonchiligiga qarash. Ayya, menga qo'yag'im. Assalomu alaykum rais bu. Ona aytib qo'y 2006lar. Sumalak qilishyapsanlar ekan, o'tib qatorda meni teraklarimni kesishadigan bo'lsang, Pilampayadan sakrab uraman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi rais bu. Ole. Makkam jo'ra. Nima deysan? Indirjit, futbolni qayerda ko'ramiz? Qanaqa futbol? Bugun O'zbekiston o'ynaydi. Senda bir vatan shukuhi bormi? Bir vatanni his qiladigan qalbing bormi? Yoki bedapayami qalbing? Bu his qilish kerak-ku. Adoyim bo'lganmi seni O'zbekiston deganda bunday jullaring tikka bo'ladimi? Bir his qilasanmi O'zbekistonni, o'yinini ko'rasanmi? Men sen bilanchi Abduqodir to'yidachi Xo'lundga nos chektirmoqchi edim. Endi ko'rasan sen. Sendaqa mahallada haydab boraman. Qanaqa futbol? Qizim boshlandi-yu. Bugun futbol. Bu mahalladagilarga aytdim, kishi boshiga pul yig'aylik, Magicda oldi turib, Open budjetga ovoz berib, mahallani asfalt qilaylik dedim. Nima dedi? O'zimiz ovoz beramiz, o'zimiz ovoz. Qo'yag'im ovozini ham yiqqan yo'q. Yashamaylik ekanda. Ya ko'zing yo'lay o'lgurlar. Nima bo'lyapti? Ambulatoriyaga admin qilaman. Nima bo'lyapti? Qo'yag'lar nima baqiryapsanlar? Assalomu alaykum jigarlar. Assalomu alaykum rais buva. Biz Hindistonga ketyapmiz rais buva. Bizni Hindistonda ham muxlislarimiz ko'p ekan. Endi Bombay ligada jang olib boramiz. Yo, Bombayga borasanmi, Qatortolga borasanmi? Baqirmasdan shug'ullansang bo'ldi. Bolalar uyg'onib ketmasin. Saturn do'stim, seni sog'indim. Shu yerdaman-ku do'stim. Aktazon liga. Baqirma dedim, baqirma. Tohirjon, yaxshimisiz? Endi foto, endi fama shikishki baba. So'rashib qo'yaylik. So'rash $100. Siz ham kuchayib ketdingiz Tohirjon. Oldingizga yaqinlash bo'lmaydigan bo'lib ketdi. Mahallada nima muammo, nima kamchiligi? Nozimjon. Keling rais bu. Nima bo'ldi? Qizim tosh ketdimi? Yo'q, batallarga zelelka surkashdan o'ynadik. Yutib qo'ydim-da. Mayli rais bu, keyin gaplashamiz. Ishdan yirtishdan o'ynatuvdik-da. Ishdan yirtishdan? Mahallaga nima bo'lyapti o'zi? Mahallani obodonchiligiga qarashimiz kerak. Kuchuymi? Bachar! Voy Bachar! Bachar! Olay mahallada it ko'payib ketdi. Jam, qarang. Mahallani obodonchiligiga qarash. Ambulatoriyaga admin qilaman bo'lmasa. Pachinkiga. Assalomu alaykum rais bu. Va alaykum assalom. Kelajakda kim bo'lmoqchisan? Abduqodir Husanovga o'xshab futbolist bo'laman. Bu telefon o'ynashingda kutdan bo'lmaysan. Pachinkiga. Karomatxon? Voy, assalomu alaykum rais buva. Chigal sochlarga oldingizmi? Qayerdan kelyapsiz? Yo'q, plisot ishlab chiqaradigan korxonamiz bor, o'sha yerdan kelyapman. Mahallada mana shunaqa joylar bor ekan, dim ish qilib yurasiz, yuringchi, menga ko'rsatingchi. Chiqing rais buva. Bu ochadigani qayerda? Ha, mana. Texnologiya. Smartdagi plisotlar sizlarkimi? Udarda haqiqatdan juda ham zo'r. Boring, cholingizni chaqiring. Siz chol. Mana jonim o'tib ketganiga 2 yil bo'ldi. Bechorani xafa qilib qo'ydimmi deyman-da. Baylalo Rocky. Endi bir dilimga chugib qo'ygan gaplarimni gapiring. Siz ham bo'ydo, men ham bo'ydo. Shu desiz, ikkalamiz turmush qursak, nima deysiz? Voy, roziman. Jicha o'lib turgan ekansiz, mayli endi bir turmush quramiz. Ano pashshami? Rais bu, oxirgi taklifingiz o'z kuchidami? Shundan qoldi. Mahallani obodonchiligiga qarash. Shu kimdir mahallada nos chekyapti-da, mana shu ushlab olsam ambulatoriyaga admin qilaman. Hamma joy nos bo'lib ketdi. Toroningdan qo'yag'lar. 86 nechi? Mana kelyapti. Kelyapti. Yaqinda kelyapti mana. Qaytib o'yin o'ynaganlaringni ko'rmay tushunishdingmi? Ruchkani zapas bilan burningga chertiyman. Katta bo'lganda ota-onani baqadigan bolalar bo'lishgan. Tushunishdingmi? Hozir uyga borasanlar, kitob o'qiysanlar. Qochmarsa kelyapti. Hamma akam jo'ra, qayerga ketyapsan? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha yildan beri o'qishga kira olmayman. Yana repetitorga ketaman. Cho'm internetga kirasanmi? Ha, Instagramga kiraman. Kirasan, ana qiyshanglagan figurasini maqtaganlarni ko'rasan-da, gunohni biton qilasan. Shu mahallada kimdir nos chekyapti, hamma nos olib ketdi. Ishqib sen chekmaysanmi? Yo'q, rais bu. Qo'yag'i bilan o'ylaydi kelyapti. Gapirganingda. Nos chekmayman, rais bu. Rosa bir nos chekadigan havo bo'lyapti, bir chekim ber. Siz ashimi?
Siz ashimi peshon. Taqdir bitgan yuragimda. Mahallani obodonchiligiga qarash. Skripkaga sim qilamanmi? Dame un grr, un grr. Asabimga o'ynashma, hozir mana itni qo'yib yuboraman, girr qiladi. TikTokka trend olguncha ota-onaning duosini ol, kelib oyog'ini uqala. Bakar, mo iting bo'shab ketibdi, ol. Ha rais bu, qo'lga nima bo'ldi? Ha, kecha qo'limni kesib oldim, achishyapti. Ha o'g'lim siyvorsinmi yaxshi bo'lib ketadi. Ha, kecha 1 yoshli nevaram chichibam tuzatolmadi. Assalomu alaykum rais bu. Ya, kukumba, qalay ishlar? Qo'limni chiqarib olib, qo'ltiqni quritib kelyapsiz. Ha, issig'i ko'rmaysizmi? Meni sentrga tashab qo'y. Yo rais bu, uyga tez kirmasam bo'lmaydi. Nimaga? Xotin tez kiring degandi. Mana shu gapni aytganda ichingda nima turibdi? Shu aytib o'tdimi, o'tmadimi? Yo'q. Ertaga ishxonamga o't, men senga ish beraman. Voy, qanaqa ish rais bu? Xotin-qizlar qo'mitasi raisi bo'lasan. Tur yo'qol ko'zimni ko'rinma. Ya, endi jitmas qilib o'tiribsan. Yaxshimisan, xabaring bor, o'g'lim Rossiyaga ketgandi-yu. Pul yuborish kerak edi. Aksiyali bugun yakshanba bank ishlamas ekan. O'g'lingga telefon qilib ber. Nog'izin zapchasi, qalaysan? Charchamaysan? Musofirda yuribsan, sog'lik, salomatlik, tuman boylik. Lekin bitta narsani bilib qo'y, TikTokka kirib, ana qizlarga sovg'a tashashni bilasan. Dema. Hozir menga qara, Play Marketga, App Store'ga kirasan, Test Pay degan programma bor. Shuni tortib olasan. Tez tortib olsan. Maryam, sog'inaman men seni haliyam. Ha, potram yo'l, hali ham polpisliging qolmabdi-da. Hayat şaşırtır zaten. Hey, mamnaqa emas, mamnaqa bo'ladi. men Benomni konsertida balkonda o'tirgandim-da, menga bunday ko'rindi. Hayat şaşırtır zaten. Ben gittim derken. Bu issiqamchi yangir qilib qo'yadi yaqinda. Mahallani obodonchiligiga qarash. Assalomu alaykum rais bu. Indirjit, nima gap? Yomon issiq bo'lyapti rais bu. Qo'lingni tushir. Bu issiqda men qo'lingni ko'tarmagan, kalonkang bas beryapti. Bu issiqda oyog'im bir nafas olsin ha. Bor yo'qol oyog'ingni yu. Bu issiqda oyog'ing po'palay bosib ketibdi. Ana bola bechoralar, atalib qopti issiqda. Ko'mir olib qopsanlar, aptilari aptoga admin bo'lib qopti. Qalaysanlar? Ismlaring nima? Bolarim, senlardan dam o'tib qopti. Tez uyga kirib, salqinlanishmasang, ampamaningdan ham chiqib qoladi. Yugurish tez. Charog'u husningizga. Charog'u. Sen ham zombi xotinmikin deb o'ylabman, nima bo'ldi? Rais, bugun ishxonamizda banket bordi. Bo'yamabman shu issiqda, oqib ketdi makiyajim. Bu issiqda men ham oqib ketibman. Sizni maytingizdek narsa oqmaydimi? Boring uyga kiring. Men aytganman, tez paydan to'lasang bo'ladi deb. Siljilari, tarbiyalar. Sen bu ferma deyman-da. Zum bola, no'g'risi bum bola. Sobir Indirjit qizini uzatyapti. Kelin mixtay xizmatni qilib qo'yish. Ertaga Komilnikida mol so'yiladi, go'sht tarqatiladi, ov olishoma. Mahallani obodonchiligiga qarash. Indirjit to'ylar qulluq bo'lsa, meni olib qo'ysinlar. Menga qara, hozir qizing ketayotgandan-chi yig'lamayın, tushundingmi? Ketgandan keyin bitta xonaga qamab qo'yaman, ullab yig'laverasan. Kuyovim kelyapti. Nima qilyapsanlar bari? Kedaysanlar nosoz suramasdan. Ha, beparosa. Bu bo'ldi, raqam xotinlik bo'ldi. Baqirmoq, buyini baxtiga sog' bo'lgurdi bolalari. Uzr, tog'a. Shunaqa so'kish shart edi, voy. Jup qilib o'tirish. Aka, men o'zim kiraman. Yo'qman. Men o'zim kiraman. Olishay mana kim bolasi? Hamma pulni o'zi olmoqchi. Ama modadan qolgan pulni qistirishma. 100 mingtalik, 200 mingtalik pullarni qistirish. Arkamanmisan? Har qistir. Beparosat qo'lga beradi, qarang. Beramiz, qarang. Kuyov bola uyat bo'lsa kerak 5 ming so'm qistirsangiz. Amaki, men kuyov bola emasman, mana kuyov bola. Qo'yag'i bormi kuyov bola bilan bir xil qilib kiyib olib? Tur yo'qollar yoqqa.
Mana uni olib chiqib tasha. Beparosatlar kurakka tutatish desam, sapkovoyga tutatib berishibdi. Uqdanli. Flavis yangi chiqqanimi? Golubika, chernika. Ichsam bo'ladimi? Biz ham ichgani keluvdik-da Flavis. Ha, siz Flavis ichgani kelgansiz. Ana qizni oldiga kelmagansiz, to'g'rimi? Qani, bitta ichib ko'raylikchi, yangi chiqqanim. Ha. Voh! Yangicha tam. Golubika, chernika yomon chiqibdi. Bu tamni-chi men qayerda tatib ko'rganman, bilasanmi? Qayerda? Hozir mana shu yerda tatib ko'rdim-da. O'ta go'zal chiqibdi. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti Flavis-chi. Bu yangi chiqqanini ham, boshqalarini ham O'zbekistonda luboy hududidan topsang bo'ladi, uka. Rais buva, sizni so'zga chaqirishyapti. Avvalo 2 yoshga baxt tilashdan oldin mana shu xalq bilan jicha hisob-kitobli ishim bor. Bu onangni emgir qishloqda bolalari to'y boshlandi desa mana shu sahnani tarakanday bosib ketadi. Gullama dedim. Shake shake madam shake